Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Shohakini bank manipulyatsiya strategiyasi asosida tayyorlangan indikatorni ko'rib chiqamiz. Xo'p, ushbu indikator ochiq ma'lumotlar asosida tayyorlandi, ya'ni o'sha Mr. Casino degan shaxsni PDF fayllari bor, ya'ni PDF fayllarning ichida, kitoblarning ichida strategiyasi haqida ma'lumotlar berilgan. Endi u narsa to'liqmi yo'qmi biz bilmaymiz uni. Qanaqa nima narsa tushuntirilgan bo'lsa, xuddi o'sha narsa tayyorlandi. Xo'p, indikatorni olish uchun birinchi bo'lib Brotegus saytiga kiramiz. Bu yerda mening hisoblarimga o'tib, albatta birinchi bo'lib brokerlardan ro'yxatdan o'tib olamiz. Qaysisida ishlamoqchi bo'lsak, shu brokerlardan bizdan referral link orqali ro'yxatdan o'tamiz va ro'yxatdan o'tganimizdan keyin o'sha savdo qiladigan hisob raqamimizni, loginini kiritamiz pochtasi bilan. Bo'ldi, hisob qo'yishda bo'lsa, hisobni qo'shib olamiz. Undan keyin Algo Trading bo'limiga o'tib, bu yerdan indikatorlar bo'limiga kiramiz. Va mana bu yoqda Shohakini bank manipulyatsiya o'sha strategiyasini ikki xil versiyada chiqarganmiz. Birinchisi Pro versiyasi, ikkinchisi bo'lsa V2 versiyasi. Ya'ni bu farqi nimada buni? Bittasi ya'ni soddaroq qilingan, shunchaki buy, sell signal beradi. Bittasi bo'lsa o'shani tahlili bilan ko'rsatadi. Order bloklar, FVG'lar, full candle'lar, xullas hammasini to'liq ko'rsatib berishga harakat qiladi. Bir boshdan o'rnatib ko'ramiz. Birinchi V2 versiyasidan boshlaydigan bo'lsak, ruxsat olishni so'raymiz. Avtomatik zapros ketdi bizga, chunki biza TradingView username'larimizni уже qo'shib bo'lganmiz. Agarda kimlardir endi olayotgan bo'lsa, sizlardan username'ni so'raydi, ya'ni TradingView'ni username'ini va qaysi akkauntga dostуп kerak. Ya'ni boya kiritgan akkauntimiz bor-ku, brokerdan ro'yxatdan o'tgan. O'sha akkaunt bilan TradingView username'ini so'raydi. Avtomatik ruxsat berildi, mana ko'rsalaringiz bo'ladi. Endi TradingView'ga o'tamiz. Bu yerdan indikatorlar bo'limiga kirib, Dostуп и ограничения degan bo'limga kiramiz. Mana уже bizga chiqdi. Bank manipulyatsiya V2 bosamiz. Ana bunaqa undov chiqib qoladigan bo'lsa, bitta обновить qilib o'rasizlar saytni. Yoki kimlardir telefon bo'lsa, chiqib qaytib kirasizlar, telefonni o'rnatayotgan bo'lsa. Kompyuter bo'lsa, bitta обновить berib o'rsalaringiz bo'ldi. Xo'p, indikatorlar bo'limiga o'tib, Dostуп ограничениyaga o'tamiz va mana Shohaki bank strategiyasi qo'shdik. Bu analiz bilan ko'rsatishga harakat qiladi. To'g'risi, strategiyani maslahat bergan bo'lardim, tushunib ishlatishni. O'sha PDF kitobi bor, tarqalib ketgan, o'sha hamma joyda bor u. O'shani tushunib, ko'rib, o'qib, o'rganib, moslashib ishlasalaringiz, tushuna olasizlar bu yoqda qanaqa analiz ketyapti, nima bo'lyapti, hammasi tushunarli bo'ladi. Yoki shunchaki buy yoki sell signallaridan foydalanib ham ishlasalaringiz bo'ladi. Bunda hech qanaqa take profit yoki stop loss yo'q. Chunki kitobda u narsa aytilmagan, prosta shunchaki error aytilgan, ya'ni 1 ga 9, 1 ga 10, 1 ga 50 uriladi, foyda qilinadi deb aytilgan. Shuning uchun stopni va take profitlarni biz foydalanuvchilarni o'ziga tashladik bu narsani. Ya'ni o'zlaringiz qaror qabul qilishlaringiz kerak. Bu yerda ko'rsatilgan hamma narsa, mana qanaqa entry, qanaqa buy, qanaqa sell ishlashlarini ham ko'ryapsizlar. Juda ham idealni. Bu bitta versiyasi, bu soddaroq versiyasi hisoblanadi. Ana endi ikkinchi versiyasini ham qo'shamiz. Uning uchun ham albatta qaytib bu yoqqa o'tib olamiz saytimizga va indikatorlar bo'limiga kirib, Pro versiyasini olib ko'ramiz. Kutilmoqda. Ozgina kutib turamiz. Albatta ruxsat beriladi, undan xavotir olmang. Bir xil payt 2-3 soat zadeshka bo'lib qolishi mumkin. Kechki paytlar odatda shunaqa bo'ladi. Atak ruxsat beriladi bu narsaga. Xo'p, undan keyin yana bitta обновить qilib olamiz. Обновить qilib olamizda indikatorlar bo'limiga o'tib, Dostуп ограничениyaga kirib, Pro versiyasini mana qo'shib olamiz. Dostуп ограничения Pro qo'shib oldik. Уже bunda shum juda ham ko'p. Bu yoqda mana hammasini aytadi. Mana bu yoqdan likvid yechilganligi, order blokdan kelib ham likvid, ham order blokdan atkat berib ketayotganligi, mana bu likvid zona borligi, xullas hammasini to'liq ko'rsatadi bu yoqda. Buni o'sha strategiyani tushungan odamlar o'zi juda ham yaxshi biladi. Qanaqa nima bo'lishini.
Mana bu yoqdan 3 talik tasdiq bo'ladi bunda. Bitta buy, full candle shakllandi. Nima backgroundda ham bunda strategiya bo'yicha logikali ishlaydi. Bu o'sha bo'yicha buy beradi va bizga mana itog'da buy signal mana shu nuqtadan va mana ketdi bozor. Undan oldingisi mana sell signal, bitta sell, ikkita full candle shakllandi va mana entry. Bo'ldi, biz o'sha entry qilamiz va mana tushib berdi. Xuddi shunaqa tartibda ishlaydi buniki. Mana uchalasi bitta joydan buy. Full candle tasdig'i bor, entry bor, yana bitta entrymiz bor. Bizga itog'da mana narx uchib ketdi. Xuddi mana shu tartibda ishlanadi. Bu yoqda ham mana bu yoqda e'tibor beringlar, faqat full candle'larning o'zi bo'lgan. Ko'ryapsizlarmi? Faqat full candle shakllangan, lekin boshqa tasdiqlar bo'lmagan bu yoqda. Mana bu ikkita tasdiq yo'q. Maslahat beriladi, 3 ta tasdiqni kutib kirish. Maslahat beriladi odatda. Bergan signallari, bu yoqda hammasi yozilgan, o'sha strategiya bo'yicha hamma narsa mana kiritilgan. Chizib analiz qilib boradi. Strategiyani biladiganlar tushunadi bu narsani o'zi. Xullas, strategiyani o'rgangan holatda ishlash tavsiya beriladi. Tushunib, PDF faylni o'qib o'rganib, keyin ishlanglar. Menimcha qisqacha shu tushuntira oldim deb o'ylayman. Yana kimdadir qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsam, mana bu signallarni qo'shimcha qilib ketay. 3 ta tasdiq bo'lgandan keyin bitta entry bo'ldi. 3 ta tasdiq, bitta entry. Mana 3 ta tasdiq, bitta entry bo'ldi. Full candle shakllanishi kerak, entry yozilishi kerak, buy signal bo'lishi kerak va mana ketdi narx. Bo'ldi. Xullas shu. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ishlaringizga omad.